obalardan bo'lgandan keyin o'tdik. Bugun opamizni mana 70 yosh, endi yoshda aytib bo'lmaydi deydi, 70 yoshlik bugun yubiley tug'ilgan kunlar, shukrona kunlari munosabat tadbirlarimiz bor. Beri soat 12da Xudo xohlasa tadbirlar chiroyli o'tkazib olaylik. Bu yerda o'sha bu yerda yana ba'zan dasturxonlar choylar bor, gaplar bilan opaning bugungi kuni xursandchilik bilan Allohga rozi qilgan darajada bir-birimizga mehribonchilik ko'rsataylik. Kelasi kunlarga yana qolganlarimiz ham o'zimizni yetkazsin. Bizlarga ham shu opani darajalariga yetkazsin. Biz hammalarni ruh soatimiz bo'ladi. Bugungi teatrimizda onaxoni, yana bitta onaxonimiz o'tdi. Qolgan onaxonlar bilan hali yetib kelishadi. Ularni pardoz andoz bilan mamlakat bugungi kunimizni xayrli qilsin. Chiroyli kuzatishib olishlikda hammalarni kamchiliklar bel bog'lab xizmatlarga tayyor. Alloh Mardon tabriklayman sizni. Biz mana 50 yildan beri san'at o'qitishimiz. Har programmalarimiz, har kuni opa singil bo'lib ketganmiz, har bizga band bo'lib ketganmiz, har yillar mashg'ulotlarda ishlar berib, hammamiz Mardon o'qigan mana bu qizlar bo'ladilar. Yana bir narsasidan chiqmoqda opa, anamizdan katta Andijon viloyatidagi katta teatr muhtarlik viloyatdagi eng katta teatrimizda to'rtta xizmat ko'rsatgan arsimiz bor, bitta xalq arsimiz yo'q. Shu kunlarda biz opalardan kutamiz, mana yaqinda shu yana unvonlar boshqalar bo'ladi. Xalq arsi unvonlariga bitta duo qilaylik. Shu opamiz yo'llarni ochib yuborsin. Mardon judayam chiroylilar. Andijon viloyati musiqali drama teatrida juda katta tantana. Bugun bizni hamkasbimiz, qadrdonimiz, mamlakatimizning taniqli O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan unvoniga sazovor bo'lgan aktrisa Qo'ymatovani tavallud ayyomiga 70 yil bo'ldi munosabat bilan katta tayyorgarlik ishlarini olib bordik va bugungi kunda mana mehmonlarimiz kelyapmiz. Alloh nasib qilsa bugun xursandchilik kun, hammalaringiz bilan birgalashib bugungi tantanali kunni inshaalloh. Yubiley tantana qismini mehmonlar kutyapmiz. Mana hozir yarim bo'ldi. Yana tashqarida shogirdlarimiz mehmonlar hammasi bo'lgan. Ozgina 20 daqiqa kechamizni boshlaymiz. Opa, sog' bo'ling. Go'zalsiz. Yana 30 yildan keyin mana shunday go'zallikni saqlab qoling. Zaylar birga yelkama-yelka ishlash. Onaxoni Farmon bibi 70 yoshga to'ldi. Men chiqing sahnaga. Bugun biz juda bir xursand kayfiyatdamiz. Shu bolajonlaringiz, kelinlaringiz hammamiz sizni 70 yoshingiz bilan muborakbod etamiz. Arzimasa ham ozgina sovg'amiz bor. Pulni mendan bekitib tejab to'plagan pullar bular. Endi unday bo'lsa qani hammamiz
onajonimizga ish ishimizga. Onajon, siz xavotirlanmang, shu yerda o'tiring. Men bu muammoni yechimini topib qo'yganman. Bir, ikki. Menimcha bugun onajon bizni uzr endi kechirasiz. Qadrli mehmonlar. Assalomu alaykum teatr san'atining muxlislari, teatr san'atining darg'alarining muxlislari, barchangiz xush kelibsiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, O'zbekiston san'at va madaniyat fidoyisi Mavludaxon Boymatova tavalludining 70 yillik yubiley benefisiga Xush kelibsizlar. Ustoz avval tabriklaymiz. Avvalda tabriklash imkoniyatimizga berildi. Umringiz uzoq bo'lsin. Doimo hamisha sahnamiz malikasi bo'lib yuring. Aziz do'stlar, ustozni ustoz haqidagi ko'plab fikrlar videorolik orqali ham taqdim etildi. Har qancha gapirsak oz va albatta bugun ustozni tabriklagani juda ham ko'plab yurtimizda nufuzli mehmonlari tashrif buyurishgan. Albatta, tabrik uchun so'z Andijon viloyati hokimligi kotibiyat mudiri Xolmirzayev Elyorbek Rafiqovichga hamda Andijon viloyati madaniyat boshqarmasi boshlig'i Sattarxon Marhabobulovni birgalikda sahnamizga taklif etamiz. Assalomu alaykum hurmatli avvalambor ustoz va shu bilan birgalikda u kishining yaqinlari tashrif buyurgan mehmonlar. Ularga nima uchun ustoz ona degan so'zni jumlani ishlatsam, men bu teatr haqida tushuncha paydo bo'lgan onimdan boshlab bu ayolni men faqat ona timsolida ko'raman. Bu viloyatimizdagi har bitta epizodlarimizda ona rolini ijro etadigan yagona ona timsolni ifodalab beruvchi ayol hisoblanadi. Shuning uchun men qaysi ma'noda u hayot faoliyatini tanishimdan qat'iy nazar bu odamning faoliyatida ona timsolini ko'ramiz. Va shu dargohimizni doim ishlab turish kerak degan so'zni pensiyaga chiqadimi, undan katta bo'ladimi, farqi yo'q. Viloyat hokimining bitta jumlasi bor. Qarisi uyi borning, parisi bor degan so'zni doim ishlatadi. Doim oldimizda bosh bo'lib yurish doim sizga nasib qilsin. Viloyat hokimi uzr so'rab yubordi, shuning uchun kirib shaxsan tabrikni o'qib yetkazib qo'yasan va tabriklarim orqali bu insonga bo'lgan mehrimizni yetkazgin va jamiyatda tutgan o'rni naqadar yuqori ekanligini siyosiy rahbar sifatida o'sha salomini yetkazish orqali oilasiga ham yetkazginki, oilasi ham faxrlansin bunday inson ularning onasi ekanligidan. Uchun avvalambor ta'lim, tarbiya berganingiz uchun shu joy dargohlarda, sahnalarda kimgadir o'yin ko'rinadi, lekin u so'zni yodlab chiqish xotira ham juda ham yaxshi bo'lishi kerak. Shu xizmatlaringizni qadr-qimmatini viloyat va viloyat rahbariyati doim u narsani his qiladi va berayotgan shu ko'rsatuvlaringiz, berayotgan shu spektakllaringiz, berayotgan ma'naviy jasoratlaringiz har bittasi qadr-qimmatga ega va bu tarixda bitiladi. Har bitta qadamlaringiz, bosayotgan, yurayotgan so'zlaringiz, gapirayotgan so'zlaringiz hammasi bizni qalbimizdan o'rin olgan va umringiz ziyoda bo'lsin va ruxsat bersanglar viloyat hokimi tabrigini ikki og'iz o'qib yetishtirib qo'yinglar. Hurmatli Mavludaxon Boymatova, sizni 70 yoshlik tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Allohning inoyati ila o'zingiz sa'y harakatingiz bilan bugungi kunda ma'lum mavqega erishdingiz. Hurmat va e'tibor topdingiz. Oilangiz orasida farzandlaringiz bir-biridan komil, bir-biridan go'zal hayotni esa farovon tarzda tashkil eta oldingiz. Bu sizning va juftlik halolingiz rahmatli o'tgan chiroyli tarbiyasining xosas mevasidir. Siz bilan uzoq yillar birga ishlagan, yaxshi-yomon kunlaringizda kamarbasta bo'lgan yutuqlaringizdan quvongan do'stlaringiz, shogirdlaringiz ham faxr va iftixor bilan siz bilan birga ishlashda davomli bo'lib kelishini yaratgandan tilab qolamiz. Yana bir bora tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Sizga hurmat va ehtirom bilan Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Qo'shaqboyevich. Viloyat hokimining arzimas sovg'alari bor, inom berdi. Shu bilan birgalikda xohlagan respublikamiz bo'yicha sanatoriyani tanlasin dedi. O'sha sanatoriyada dam olib kelishga mana litsenziyani berib ketaman. Biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Hamisha bizni vaqtimizga mana shu oila a'zolaringiz, yaqinlaringiz baxtiga omon bo'ling deymiz.
Albatta, bugun teatrimizda o'zgacha san'at bayrami, ustoz tufayli. Shunday ekan, aziz san'atkorlarimiz ham bugun kechamizda ham mehmon, ham mezbon. Shunday ekan, kechamizni kuy qo'shiqsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Elimdan sizlar qutlug' yoshingiz bilan, shukrona kuningiz bilan, tavallud kuningiz bilan tabriklayman. Dunyo turguncha tiring. O'zingiz xohlagancha Alloh umr bersin. Siz baxtliman desangiz bo'laveradi, chunki sizni Alloh shunday bir chiroyli martabalarga, kasbga, shunday shogirdlarga, shunday bir o'ziga yarasha bir maqomlarga erishtirdi. Sizga opamiz borligidan biz ham xursandmiz, albatta. Faqat bugun bitta narsani bilib qolganim chatoq bo'ldi. Bu qizni yoshini nechidaligini bilib qoldik. Biz sizni biz vaqti yosh deb o'ylardik, opa. Mayli, doim shuni bo'lib yuraversa, qarasam o'tirgan opalarni sinfdoshlaringiz ham bor shekilli, kendoshlarimiz ham bor. Yangi 71 yosh. Xudo xolsa men doim teskarisini aytaman, yoshlarini 17 bo'lib qolar ekan. 81 yosh, 18 yosh bo'lib qolar ekan. Parvonalar qomar degan qo'shiqni ham o'zimiz qo'shiqlarimiz bu yil yangi albomimiz sizga taqdim qilamiz. Yuraydi o'tiringlar, bemalol raqsga sho'ringlar. Umr o'tsin, mazmunli bo'lsin. Opamga o'xshab juda ham do'stlar davrasida bo'lsin. Rahmat, salomat bo'linglar. Bemalol bayram ko'rsatdi. Dilda ziyo borki, umr sarafroz. Mayli u hamisha baxt bilan to'lsin. Sahnamiz malikasi, ey aziz ustoz, bu kun umr to'yingiz muborak bo'lsin. Yana bir bor. Ularga qaytamiz. Yana mehmonlarimizni sahnaga taklif etamiz, chunki mehmonlarimizning qalblarida ustozga aytilgan samimiy. Andijon viloyat bo'lim rahbari. Eng asosiysi sog'lik, salomatlik tilayman. Sog' bo'ling opajon. Valdopajon, shu taxtlar sizga aytishga oson, yarim asrlik mehnatingizni samaralari. Siz biz ma'naviyatchilarga, butun respublika bo'yicha, viloyat bo'yicha ma'naviyatchilarga ma'naviy oziqa,
hayotlarida shunday go'zal saboqlar, rollaringiz bilan, spektakllaringiz bilan, juda ham chiroyli ijodiy ishlaringiz bilan barchaga ma'naviy ozuqa berib kelganligingiz uchun sizga Xudo xolasa biz ham shunday bugun havas qildim. Bu so'zlar hammasi tilinglar, hammasi yig'ilib teatrlarga barakalar olib kelsin Bezodbek yana ham. Va shaxsan o'zim nomimdan shunday ustozni qadr qilganinglar uchun sog' bo'linglar. Hurmatli ustozlar, assalomu alaykum. Ustoz, siz tugul men sog' bo'ling. Bizni baxtimizga umrlar uzoq bo'lsin hamisha. Va albatta go'zal gullarni qabul qilib olasiz ustoz. Barcha shogirdlaringiz nomidan. Ustoz, siz bilan faxrlanamiz. Assalomu alaykum aziz ustozlar, aziz mehmonlar. Ustoz, ilohim bizni baxtimizga umringiz uzoq bo'lsin. Siz bilan juda ham faxrlanamiz. Biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Bergan tarbiyalaringiz, bergan bilimlaringiz bilan shu darajaga yetib keldik. Ilohim nima deydi? Sizni o'gitlaringiz olib yomon bo'lmadik. Tanjollaringiz sog' bo'lsin. 100 yoshga kirganda ham siz qatori mana bu yerda Muborakxon Hojonam o'tiribdi. Ustozlarimiz, Zarif opamlar o'tirishibdi. Barcha o'tirgan ustozlarni ham shu kunlarga yetkazishini Allohdan. Umringiz uzoq bo'lsin. 100 yoshlarga kiring. Mana biz bu yerda onamizdek ona bizga yaxshi maslahat bo'lsin. Qarsanglar bo'lib tursin. Ruxsatinglar bilan chiroyli qo'shiq aytib beramiz. Yurakda o'ti borlar. Bugun bayram, xursandchilik, marhamat. Xush kelibsizlar yana bir bor. Yurakda o'ti borlar, marhamat. Shogirdlarga tashakkur. Qalblardagi so'zlarimiz. Albatta, tabrik uchun so'z Andijon viloyati musiqali drama teatri direktori Bekzodbek Hamidov Kamaldinovichga bersak. Albatta, mehmon sifatida ilk tabrik so'zlarini tinglaymiz birgalikda. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum qadrli bizni mana shunday ajoyib teatrimiz san'atini fidoyilarini yuzlab chaqirimlar pisand qilmasdan
tashrif buyurgan hamda yuqorida o'zinglar tomosha qildinglar, mana shunday ajoyib 70 yillik ijodiy faoliyatini, 50 yillik samarali mehnat faoliyatini hamda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, ustoz, ijodkor, teatrimizni ustuni hamda teatr sahnamizni malikasi. Ustoz, siz ko'pam qoldirib qo'ymaymiz endi. Marhamat, bemalol ruxsat bersanglar, yubileyimizni o'tkazib, hamkasblaringiz tashrif buyurishgan. Shuning uchun endi ozmi, ko'pmi bizni mana shu tabriklarimizga, tilaklarimizga sabr qilib, chidab turib berasiz endi ustoz. Yana bir bor mana shunday ajoyib to'yingiz muborak bo'lsin deb qolamiz. Barchamizga ma'lumki, bu Otaxon teatrimiz bu yil 106 yoshini qarshi olmoqda. Mana shu teatrdan o'ylab qaraydigan bo'lsak, ne darg'alar faoliyat ko'rsatmadi. Ne darg'alarni respublika maydonlariga, shu chet mamlakatlarda teatr san'atini yuksaltirishda yetishib chiqmadi. Ramziy bayramlarni ketiga ulanayotganligi bir ramziy kasb egasi sifatida bir ifoda etadi desak, sizni bugungi ijodiy kechangiz ham to'g'riroq bo'ladi. Iloyim ijodiy faoliyatingiz yanada bardavom bo'lsin, gurkirasin. Shunday baxtli insonmanki, endi Xudo xohlasa xizmat ko'rsatgan artist unvoningiz bor. Endi xalq artist unvonlarini ham tez kunlarda ko'ksizga o'zimiz viloyatim hokimi bosh, viloyatim rahbarlari bosh qadab qo'yishlik hammamizga Allohdan so'raymiz, hammamizga nasib qilsin. Sizlar bilan birozgina haligi hayajondagi so'zlarimizni, shu dil so'zlarimizni bu yerga to'kkanmiz. Ruxsat bersanglar, qo'yib eshittirsak. 70 yosh bu nadir? Budur ulug' yosh, komillik davrining gullagan chog'i, tafakkur chaqlangan tajriba ortgan, yaqinlar, do'st, yorlar yo'qdir adog'i. Bugun sizni tanir katta-yu kichik, chunki bordir sizning ko'p xizmatingiz. Qutlug' bo'lsin deymiz Mavludaxon ona, eng tabarruk yosh 70 yoshingiz. Katta tajriba to'plab eng chaqlangan, kerak bo'lsa komillik darajasiga yetgan davringizdir. Sizning bu yoshgacha bosib o'tgan yo'lingizga bir nazar tashlar ekanmiz. Unda siz qoldirgan izlarga boqib hayratlanamiz, chunki atini rivojlantirishga qo'shgan hissangiz beqiyosdir. Bu bilan siz nafaqat viloyatimiz nufusini, jon dovrug'ini dunyoga tanitishga o'z hissangizni qo'shib kelmoqdasiz. Aziz Mavludaxonim Boymatova, sizga yaratgandan uzoq umr, sihat, salomatlik, oilaviy tinchlik va xotirjamlik tilaymiz. Hamisha yonimizda yelkadosh bo'lib, barcha shogirdlaringizga bosh-qosh bo'lib yuring. Yana bir bor tavallud ayyomingiz, 70 yoshingiz muborak bo'lsin deymiz. Hurmat bilan Bekzodbek Hamidov. Xabarlarimiz bor. Xudo xohlasa ustoz san'atkorlarimiz ham 70 yoshli, 75 yoshli, 80 yoshli yubileylar, 100 yoshli yubileylarni ham mana shu yerda birgalikda hammamizga o'tkazish nasib qilsin. Yana bir bor ishtirokchilar, kattakon rahmat. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar. Assalomu alaykum onajonim. 70 yoshingiz muborak bo'lsin. Biroz hayajondamiz. Sizni yoshlaringizga yetishlik bizga nasib qilsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu bitta qizingizni orqasidan nelar eng chaqlangan, kerak bo'lsa komillik darajasiga yetgan davrdir. Bugun viloyat sizni ustoz sifatida bilmaydigan, tanimaydigan inson bo'lmasa kerak. Sizning shogirdlaringiz izingizdan borib teatr aktyori degan ulug' nomlarni ardoqlab kelmoqdalar. Rahmatullohi alayhi. Sizni muborak 70 yoshingiz hamda milliy teatr va san'atimiz ravnaqiga bag'ishlangan serqirra ijodiy faoliyatingiz bilan samimiy muborakbod etamiz. O'zbekiston Madaniyat, sport va turizm xodimlari kasaba uyushmasi Andijon viloyati birlashgan qo'mitasi nomidan sizga mustahkam sog'lik, uzoq umr, xonadoningizga fayz va baraka, qalbingizga hamisha ilhom va quvonch tilaymiz. San'at osmonda porlab turgan yulduzingiz hech qachon so'nmasin. Xalqimiz mehr va e'tiborida yana uzoq yillar ijod qilish
nasib etsin. Hurmat va samimiy ehtirom bilan O'zbekiston Madaniyat, sport va turizm xodimlari kasaba uyushmasi Andijon viloyati birlashgan qo'mitasi raisi Qayumov.